Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugun biz sizlar bilan umumiy kimyo va fizika fanidan tuzlar gidrolizi mavzusida suhbatlashamiz. Men Shahrisabz davlat pedagogika instituti tabiiy fanlar kafedrasi kimyo fani o'qituvchisi Shavkat va Dilnoza Shavkatovna bo'laman. Rejamiz tuzlar gidrolizi haqida tushuncha, gidrolizga ta'sir etuvchi omillar, ayrim tuzlarning suvdagi eritmasining gidrolizga indikatorlarga munosabati va tuzlar gidrolizi tenglamalarini tayyorlash algoritmi haqida suhbatlashamiz. Tuz ionlari bilan suv ionlari orasida boradigan va odatda kuchsiz elektrolit, kuchsiz kislota, kuchsiz asos hosil bo'lishiga olib keladigan o'zaro ta'sirga tuzlar gidrolizi deb ataladi. Gidroliz so'zi yunoncha so'zdan olingan bo'lib, gidrosuv, lizis parchalayman degan ma'noni anglatadi. Tuzlarning qanday tipda gidrolizlanishi ularni hosil qilgan kislota bilan asosning kuchiga bog'liq bo'ladi. Gidroliz reaksiyalari 4 xil bo'ladi. Birinchisi kuchli asos va kuchsiz kislotadan hosil bo'lgan tuz suvda gidrolizlanadi. Kuchli asos natriy gidroksid va kuchsiz kislota sirka kislotadan hosil bo'lgan tuz natriy atsitat tuzi gidrolizga uchraganda eritma ishqoriy muhitga ega bo'ladi. Kuchsiz asos va kuchsiz kislotadan hosil bo'lgan tuzlar suvda eriganda gidroliz reaksiyasi to'liq sodir bo'ladi. Tuz hosil qiluvchi elektrolitlarning dissotsialanish darajasiga qarab muhit kuchsiz kislotali yoki kuchsiz ishqoriy bo'lishi mumkin. Agar ularning dissotsialanish darajasi bir-biriga yaqin bo'lsa, muhit neytral bo'ladi. Uchinchisi, kuchli asos va kuchli kislotadan hosil bo'lgan tuzlar suvda eriganda gidrolizga uchramaydi. Masalan, kuchli asos natriy gidroksid va kuchli kislota H xlordan hosil bo'lgan tuz natriy xlor tuzi gidrolizga uchramaydi. Va to'rtinchi turi kuchli kislota va kuchsiz asosdan hosil bo'lgan tuzlar suvda eriganda gidrolizga uchraydi. Masalan, kuchli kislota xlorid kislota va kuchsiz asos ammoniy gidroksiddan hosil bo'lgan tuz ammoniy xlorid tuzi gidrolizga uchraydi. Muhit kislotali bo'ladi. Kislotalar kuchli kislotalar va kuchsiz kislotalar bo'ladi. Kuchli kislotalarga bromid kislota, xlorid kislota, permanganat kislotalari misol bo'ladi. Kuchsiz kislotalarga esa ftarid kislota, karbonat kislota, silikat kislotalari misol bo'ladi. Asoslar ham kuchli va kuchsiz asoslar bo'ladi. Kuchli asoslarga ishqorlar, kalsiy gidroksid, stronsiy gidroksidlar misol bo'ladi. Kuchsiz asoslarga erimaydigan asoslar, ya'ni aminlar misol bo'ladi. Ayrim tuzlarning suvdagi eritmasining indikatorlarga munosabati. Tuzlarning eritmalarining indikatorlarga munosabati asosan kaliy nitrat, alyuminiy nitrat va natriy karbonat eritmalari misolida indikatorlarga munosabatlar keltirilgan. Kaliy nitratda ikkalasi ham kuchli bo'lgani uchun neytral muhit bo'ladi va pH 7 ga teng bo'ladi. Bunda uchala indikatorlarda ham rangi o'zgarmasligini ko'rinadi. Alyuminiy nitratda esa kislotali muhit bo'lganligi sababli lakmusda qizaradi, metil oranjda rangi o'zgarmaydi va fenolftalenda esa sariq rangga kiradi. Gidrolizga ta'sir etuvchi omillarimiz: eritma konsentratsiyasi, harorat va eritmaning muhiti. Gidroliz reaksiyasini tezlashtiradi, gidroliz reaksiyasini sekinlashtiradi. Ya'ni bunda eritmaning konsentratsiyasiga keladigan bo'lsak, gidroliz reaksiyasini konsentratsiyani kamaytirish va suv qo'shish kerak. Bu gidroliz reaksiyasini tezlashtiradi. Konsentratsiyasini oshirish, ya'ni suv bug'latish orqali gidroliz reaksiyasini sekinlashtirish muhim. Va haroratni ta'siriga keladigan bo'lsa, gidroliz reaksiyasini tezlashtiradi, haroratni ko'tarish orqali va gidroliz reaksiyasini sekinlashtiradi, haroratni pasaytirish orqali amalga oshiriladi. Eritmaning muhitiga nisbatan teskari muhitga ega bo'lgan modda qo'shish bu gidroliz reaksiyasini tezlashtiradi. Eritma muhitiga mos modda qo'shish esa gidroliz reaksiyasini sekinlashtiradi. Gidroliz kation bo'yicha ketadigan, ya'ni kislotali muhit hisoblanadi. Bunda alyuminiy xlorid tuzi gidrolizga uchraganda qisqartirilgan ionli tenglamalari, to'liq ionli tenglamalari va umumiy molekulyar tenglamalarini keltirib o'tganmiz. Bunda asosan reaksiyaning o'ng tomonida vodorod kationi ortib qolganligi sababli biz muhitni kislotali muhit deb aytishimiz mumkin. Kislotali muhitda siz bilasiz, lakmus qog'ozida, lakmus eritmasida qizil rangga kirganligi ko'rinadi. Gidroliz anion bo'yicha ketganda asosan alyuminiy natriy karbonat tuzi misolida oladigan bo'lsak,
natriy karbonatni qisqartirilgan ionli tenglamasi, to'liq ionli tenglamasi hamda umumiy molekulyar tenglamasi keltirilgan, berib o'tilgan va bunda reaksiyaning o'ng tomonida qaysi katyon yoki anion ortib qolgan bo'lsa, ana shu biz muhitni belgilab beradi. Bunda ko'rishimiz mumkinki, gidroksid anioni ortib qolganligi sababli muhit ishqoriy muhit deb aytishimiz mumkin. Gidroliz katyon hamda anion bo'yicha gidrolizga ketganda, bu gidroliz to'liq gidrolizga uchraydi. Misol uchun, alyuminiy gidroksid va karbonat kislotadan hosil bo'lgan tuzimiz alyuminiy karbonat tuzi kuchsiz asos, kuchsiz kislotadan hosil bo'lgan tuz hisoblanadi. Bunda umumiy molekulyar tenglamasi va keltirilgan, bunda ham o'sha umumiy molekulyar tenglamasi keltirib o'tilgan. Gidroliz qoidalariga keladigan bo'lsak, kuchli ion tuz eritmasini muhitini belgilaydi. Kuchsiz ion esa gidroliz turi bo'yicha kuchsiz ion gidroliz jarayonini belgilaydi va asosiy ioni hisoblanadi. Va uchinchisi katyon bo'yicha va anion bo'yicha gidroliz qaytarib bo'lmaydigan jarayon hisoblanadi. Va to'rtinchisi faqat eriydigan tuzlar gidrolizlanadi. Tuzlar gidroliz tenglamalarini tayyorlash algoritmi. Tuzning eruvchanlik jadvaliga muvofiq tekshiring. Ikkinchisi, tuz hosil qilish uchun asos va kislota qanchalik kuchli ekanligini aniqlang. Uchinchisi, tuzning dissotsiyalanish tenglamasini tuzish kerak. Ya'ni kuchsiz ionni aniqlash olishimiz kerak bo'ladi va oxirgi jarayonimiz qisqa ionli tenglamalarni yozish kerak kuchsiz ion uchun. Va eritma muhitining, jumladan masalan pHni, eritmaning rangini o'zgarishini aniqlashimiz kerak bo'ladi. To'liq ionli va gidrolizning ahamiyati. Gidrolizning ahamiyati nimalardan iborat? Sovun va boshqa yuvish vositalari ishqoriy muhit hosil qilganligi sababli tozalaydi. Bunda natriy stearat tuzi gidrolizga uchraganda stearin kislota va natriy gidroksid hosil bo'ladi. Ikkinchisi, gidrolizning ahamiyati fotografiya eritmasi uchun ishqoriy muhit hosil qilganligi sababli unda foto hosil bo'ladi. Misol uchun, natriy karbonat tuzlarida foto hosil bo'lish jarayoni sodir bo'ladi. Uchinchisi, tibbiyotda oshqozon gastritida ichimlik sodasi natriy gidrokarbonat kislotalilikni kamaytirish uchun foydalaniladi. Va to'rtinchi jarayonimiz esa tuproqning ishqoriyligini kamaytirib, kislotaliligini oshirish uchun ammoniy sulfat o'g'itidan foydalaniladi. Va natriy gidrofosfat va oxirgi jarayonimiz esa natriy gidrofosfat. Bu qon va og'iz bo'shlig'idagi gomeostaz, ya'ni neytral muhitni ta'minlaydi. Gidrolizga uchramaydigan tuzlarni toping va sababini tushuntiring. Kaliy xlor, mis nitrat, bariy sulfat, kaliy silikat tuzlari berilgan. Bunda gidrolizga uchramaydi. Ikkalasi ham kuchli bo'lsa, gidrolizga uchramaydi. Tuzlarning suvli eritmasining lakmus rangini ko'rsating. Lakmus rangini kislotali, ishqoriy muhitlarda lakmus ranglari o'zgaradi. Natriy sulfat, rux sulfat, bariy nitrat eritmalarida natriy sulfat pushti rangga, rux sulfat esa qizil rangga, bariy nitrat kislotali muhit bo'lganligi uchun ko'k rangga kiradi. Tuzlarning suvli eritmasidagi reaksiya muhitini ko'rsating. Tuzlar berilgan, kislotali, ishqoriy va neytral muhitlarda berilgan. Bunda kislotali, temir sulfat kislotali muhit, sababi kislotasi kuchli, sulfat ioni kuchli bo'lganligi uchun kislotali muhit hisoblanadi. Natriy xlor ikkalasi ham kuchli bo'lgani uchun gidrolizga uchramaydi, muhiti neytral hisoblanadi. Stronsiy nitratda nitrat kislota, ya'ni kislota qismi kuchli bo'lganligi sababli muhit kislotali muhit bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.